masala shartiga ko'ra bizga bir-biridan 5 cm masofada joylashgan ikkita o'tkazgich qism berilgan. Orasidagi masofa D-ga teng va ulardan bir xil yo'nalishda tok oqmoqda. I1 bu I2 bo'lsin, ya'ni birinchi o'tkazgich, bu ikkinchi o'tkazgichimiz bo'lsin. Ikkinchi o'tkazgich. Birinchi o'tkazgichdan R1 masofadagi, ikkinchi o'tkazgichdan R2 masofada joylashgan qandaydir A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligining qiymatini aniqlash so'ralgan. Masalani bu chizmadan foydalanib ishlash ozgina noqulay. Chizmani ozgina soddaroq ko'rinishga keltiramiz. Demak, bizda bu birinchi o'tkazgichimiz bo'lsin va undan qandaydir masofada joylashgan bu I2 o'tkazgichimiz bo'lsin, ya'ni ikkinchi o'tkazgichimiz bo'lsin. Ular orasidagi masofa D-ga teng. Ulardagi tok kuchning yo'nalishi bir xil deyilgan. Demak, keling uning yo'nalishi ikkalasida ham chizma tegisligi tik kiruvchi yo'nalgan bo'lsin. Shuning uchun bunday belgi qo'yib qo'yamiz. Demak, birinchisidan R1 4 cm masofada, ikkinchisidan 3 cm masofadagi, ya'ni A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligini aniqlashimiz kerak. Demak, bizda bu R1, bu R2. R2, R1 va D'larni son qiymatiga qaraydigan bo'lsak, D kvadrat barobar R kvadrat plus R2 ning kvadrati shart bajarilyapti. Ya'ni Pifagor teoremasi o'rinli. Demak, bu yerdagi burchak 90 gradus ekan. Ekanligi kelib chiqadi. Endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Masalan, yechishdan oldin agar bizga to'g'ri o'tkazgich qism berilgan bo'lsa, keling undagi tok kuchi, tok rasm tegisligiga tik kiruvchi yo'nalgan bo'lsa, uning atrofida hosil bo'lgan magnit maydonning kuch chiziqlari aylana shaklda bo'ladi. Ya'ni aylanalar, konsentrik aylanalar shaklda bo'ladi. Va bu holatda uning yo'nalishi soat strelkasi yo'nalishida bo'ladi. Agar bizga uning ma'lum bir nuqtasidagi yo'nalishi kerak bo'lsa, mana bu nuqtadagi magnit maydonning yo'nalishi, demak, shu chiziqqa, ya'ni magnit maydon kuch chiziqlariga urinma bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Taxminan har xil yo'nalishda. Yoki boshqacha ko'rinishda aytadigan bo'lsak, mana o'tkazgichdan shu biz qarayotgan nuqtaga o'tkazilgan bu radius vektor bo'lsin. R o'sha biz qarayotgan nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligining yo'nalishi shu radius vektor bilan o'zaro 90 gradus burchak hosil qiladi. Yoki mana bu nuqtadagi magnit maydon kuchlanganlik bu radius vektor bilan 90 gradus burchak hosil qiladi. Uning son qiymati esa h barobar I taqsim 2 pi r ifoda yordamida aniqlanadi. Endi masalamizga qaytamiz. Demak, A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligini topishimiz uchun har bir o'tkazgichning hosil qilgan magnit maydon kuchlanganliklarini vektor yig'ishimiz kerak. I1 tokning A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligining yo'nalishi, demak, hozirgina aytdik, R1 ga R1 vektoriga perpendikulyar yo'nalgan bo'lishi kerak. Demak, u quyidagicha yo'nalgan bo'ladi. Bu bizda H1 vektorimiz, ya'ni birinchi o'tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligi. Endi ikkinchi o'tkazgichning magnit maydon kuchlanganligi, u ham R2 ga perpendikulyar bo'lishi kerak. Demak, u
quyidagicha yo'nalgan bo'ladi. Bu yerda bu H2 vektorimiz. H2 vektorimiz. A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligi esa shu vektorlarni qo'shish, ya'ni vektor qo'shish orqali aniqlanadi. Ya'ni ulardan parallelogram yasaladi va natijaviy vektor esa shu parallelogramning diagonaliga teng bo'ladi. Demak, bu bizda H, ya'ni natijaviy magnit maydon kuchlanganligi. Bu natijaviy magnit maydon kuchlanganligi H1 va H2 bilan quyidagicha bog'lanishga ega. Demak, H barobar H1 kvadrat H2 kvadrat plus 2 H1 H2 kosinus alfa. Alfa bu yerda H1 va H2 vektorlar orasidagi burchak, ya'ni bu yerdagi burchak. U ko'rinib turibdi 90 gradusga teng. U holda bu ifodamizni yana ham soddaroq ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Ya'ni H barobar, chunki kosinus alfamiz 90 bo'lganligi uchun kosinus alfamiz 0 ga teng. U holda H'imiz H1 kvadrat plus H2 kvadratga teng bo'ladi. H1 va H2 ni esa mana bu hozir biz yozgan mana birinchi ifodadan foydalanib aniqlaymiz. Ya'ni birinchi formulaga asosan topamiz. Keyin bu bizning ikkinchi, bu uchinchi ifodamiz bo'lsin. Demak, H1 birinchi ifodaga ko'ra I1 taqsim 2 pi R1 bo'lishi kerak. Masala shartida I1 va I2 teng deyilgan, ya'ni o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchlari bir xil deyilgan. I1 va I2 bir xil va I ga teng. U holda bu H1imiz I taqsim 2 pi R1 ga teng bo'ladi. Yoki H2mizni ham xuddi shunaqa ko'rinishda yozib olamiz. H taqsim H2 barobar I taqsim 2 pi R2 ga teng bo'ladi. Bu bizning 5-chi ifodamiz bo'lsin. Bu 4-chi va 5-chi ifodalarni 3-chi ifodaga olib kelib qo'yamiz. U holda H barobar H1imiz I taqsim 2 pi R1 kvadrat, H2miz esa I taqsim 2 pi R2 ning kvadrat. Yoki ifodani yana ham soddaroq ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, H barobar bir xil xatlarni izdan chiqarib yozamiz. I taqsim 2 pi ilzosida 1 taqsim R1 ning kvadrati plus 1 taqsim R2 ning kvadratiga teng bo'ladi. Bu bizda masalada so'ralayotgan A nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligini aniqlash formulasi hisoblanadi. Bu bizda 6-chi ifoda bo'lsin. Bu ifodaga masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, H ning qiymatini aniqlab qo'yamiz. Demak, H barobar I bizda 30 amper, R1'imiz 4 santimetr, 4 ko'paygan 10 darajasi minus 2 ning kvadrati plus R2'miz bizda 3 santimetr, 3 ko'paygan 10 darajasi minus 2 ning kvadrati. Demak, bu hisob kitobni amalga oshirib H teng 200 amper taqsim metrga tengligini aniqlaymiz.